Mana hozir biz uchun Tetris qanday ahamiyatga ega bo'lsa, yaqin yillarda AI siz smartfon ham xuddi shunday ahamiyatga ega bo'lib qoladi. Nega? Chunki odamzod yaxshi narsaga juda ham tez o'rganadi va orqaga qaytgisi kelmay qoladi. Misol uchun men ham o'ylamagan edim 2025-yilga kelib telefonlarimiz shu darajada avtomatizatsiyalashib ketishini. Hozir esa sun'iy intellekt ko'proq Android telefonlarida rivojlangan. Bu narsani tan olish kerak, ayniqsa Samsung Galaxy telefonlarida. Nega men bu narsaga ishonchim komil bo'lib gapiryapman? Mana masalan qarang, qo'limdagi Galaxy S25 nimalar qila oladi. Masalan, biz tushirgan rasmda orqa fonda odamlar xalaqit beryapti. Muammo emas, bir zoomda Galaxy AI ularni olib tashlaydi. Yokida boshqa zabondagi yozuvni ko'rib qoldingiz. AI Translator sizni kuttirmasdan darhol tarjima qilib beradi. Talabalar uchun ham juda qulay. Katta matnni to'liq o'qib chiqish shart emas, chunki Note Assist eng muhim joylarini belgilab, mazmunan qisqacha qilib chiqarib beradi. Oldinlari rasmga tushirish paytida barmog'ingiz kamerani to'sib qo'ysa, biz asab qilardik. Endi esa unaqa narsa qilish kerak emas, chunki Galaxy AI hamma xatolarni sizning o'rningizga bartaraf qilyapti. Rostini aytsam, oldinlari telefon ichidagi AI bu ko'proq marketing deb hisoblardim. Lekin bugungi kunga kelib, ayrim ishlarni AI odamlardan ko'ra tezroq qilib beryapti. Nega odamlar bu narsadan foydalanishni boshlayapti asta-sekin? Chunki vaqt qadrli. Masalan, men bitta katta matnni tushunib chiqishim uchun men uni o'qib chiqishim kerak, to'g'rimi? Lekin AI mani o'rnimga juda ham tez o'qib chiqib, eng kerakli joylarini konspekt qilib chiqarib beryapti. Galaxy S25 bu nafaqat funksional smartfon, undagi Galaxy AI har doim yoningizda va har doim sizga yordam berishga tayyor.